Aka, men buni Gonkongdan tangem jo'natibdi. Nima ekan bu? Olib kel, unda ochib ko'ramiz. Tangem kart. Wow. Qo'limdagi Tangem ilovasi kripto hamyon, ya'ni hech qanaqa birja yokida boshqa narsa emas, sovuq hamyon hisoblanadi. Bu karta orqali USD larimni, Bitcoinlarimni, xohlagan kriptolarimni saqlashim mumkin. Bunga litsenziya talab qilinmaydi va mana shu orqali ham telefonimizda va karta orqali to'lovlar ham qilsak bo'ladi. Tangem sovuq hamyonini uzugi ham bor, zamonaviy uzuk. Buning ichida men $100,000 USD ham saqlashim mumkin. Tangem ilovasi uzuk karta haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus qoldiring.